Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Yoshar Yazıyor kanal va bugungi video rolikimizda mana shu qishlog'imizni yana kuchaytiramiz. Qarmoq familiyasi Go do'stlar. O'tgangi qismda mana shu hotel qurdik, ya'ni mehmonxona. Ko'rmagan bo'lsa ko'rib qo'ysin. Mana shu mehmonxonani qurganmiz. Texnologiya qurganmiz bunga. Bugungi video rolikimizda fabrika quramiz. Yani temirxona bor, temirxonani kichkina temirxonamiz bor bunaqa. Qanida? Qayerda? Hozir. Temirchini uy bor, shu temirchidan endi unaqa qilibmiz, tayin katta temirxona quramiz. Qarasam let's go. Mana shu uyda temirxona, men lekin mana shu yerga katta qilib fabrika qurmoqchiman shu. Ana qarikida. Hammasini joy boshlaymiz. Qaytib qo'yganman. Keyin buni arilarni ham tepadagi anaqalar bor edi. Asta olib qo'ydim. Uni qo'yadigan bo'lsa asirlar kiromerkan mana. O'zi to'ldi. Buni oladigan ikkita yo'li bor. Bittasini qarang. Qaytib olsanglar mana bunaqa beradi. Ko'rdilar? Bunaqa ishi bilan beradi. Ishi bilan. Bunga to'ldirib beradi. Asal to'ldirib beradi. Keyingi qismlarda vaqtimiz yetsa, matgan bunker ombor quramiz, ombor. Haqqadir. Hamsa joy tekkizishdan boshladik. Xo'jazlar, mana yetarlicha yer kattalashtirib oldim. Mana endi bu yerga xalq tashlaymiz. Yaxshi, o'zimiz shaxtachamiz ham bor ekan desam, bu shaxta ham emas. Yer qulab tushib shekilli. Otlarda addiz yo'q qo'yish kerak. Elektrikda yana shu o'tlar yonida qoldik. To'g'ri, kalka sochini olib qo'ysa kalit qoladi. Yana kalka. Endi men bir bunaqa fabrika qurganman, o'tizov chiqqan. Bizga buni tosh kerak, keyin gulxan kerak. Gulxan qani? Mana bu gulxan kerak. Keyin yana bizga keyin anaqalarni olamiz. Endi lopata kerak bizga. Lopata bilan har doimgidek uyda o'lchablari. Keyin yana bizga nima kerak? Yana bizga yana nimalar kerak? Nimalar kerak? Bo'ldi, shular kerak. Birinchi o'rinda yerda o'lchamni olamiz. Yerdan boshlaymiz. Şey yese kerak-a. Sizlar mana deyarli videomizni turib fabrikamiz o'zini qilib qo'ydim. Ko'rsatib o'tirgim kelmadi. Unda o'ta uzun bo'lib ketadi video. Va mana shunday fabrika. Endi bu yerini yana boshidan olib qilgim kelmayapti. Shunday yerga kiramiz. Lupa o'tamiz. Pastroqqa tushamiz. Pastroqqa tushib shunday bo'lamiz. Texnologiya. Oyoq sovqatingizga. Men ham quvgandan keyin videoni yoqaman. Sizlar men mana qilib bo'ldim. Qilib bitirib bo'ldim va nihoyat oddiy manaqa qilib qo'ydim. O'zim qiynab o'tirgim kelmadi. Endi bu yerga manaqa g'isht qilamiz. Daftarchalar yozib olinglar. Bu yer nimaga desanglar rost ko'rasizlar. Bu fabrika-yu. Shunga bu yerga qilamiz.
Bu yerga lava qo'yamiz. Bo'ldi, bu yerga lava. Bu yerga esa suv. Water. Bu yerga boshqa narsa qilsa ham bo'laveradi. Xullas, ularni o'zi kelishadi. Problemam bo'lsa. Oldu. Bak endi olay yonar diye. Bak kardeş. Oldu. Endi yana nima qilsak bo'ladi? Endi mo'riga chiqamiz, mo'riga. Nima qaylar? Ne tutunali? Tutun chiqargan joyimiz. Biram ko'p SMS kelyapti. Endi qilamiz. Ko'ring kepet. Tezroq bo'lsin, tezroq. Tezroq bo'lsamidi? Videoni keyinroq do'stlar, mana qilib bo'ldim. Endi bu yerga sut chiqargan joy qilib qo'yish kerak. Mana fabrikamiz ham fabrikamiz. Rapper ingichkaroq qilamiz. Olay olib turadi. Buni o'tkazvorma, qatirgan kelyapti. O'zira bo'ladi. Tarafda bo'ladi. Hozir 5 sekundda oldu. Evet, bu. Bir tarayalım, bir tarayalım. Oldu. Bu moruya monster kaçırıyor mu? Mana bo'ldi. Mo'ridan tutun chiqyapti. O'ridan mana endi bo'ldi. Mana endi fabrikamiz ham bo'ldi deya tax bo'lyapti. Endi eshik qo'yib qo'yaylik batga. Eshikka qo'yib qo'yaylik. Eshikka shu eshikni ham qo'yamiz yani. Organikte aynı fabrikalarımızda. Ne oldu? İçerik en kısımlarda belirtamiz dostlar. İçerik en kısımlarda belirtamiz. Böyle bir screenshot koyalım. Oldu böyle. Tabii yetişiyor farklı. Tabii
Xo'sh do'stlar, bugungi video shu yerda o'z yakuniga yetadi. Like, obuna bosish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat tomosha uchun. Hammaga xayr, like, obuna.